Roblox lekin biza bu o'yinda sahroda 35 kilometr yuramiz bolalar. To'g'ri, bu safar bizni do'stimiz Ahadjon yo'q, lekin u ovozini eshitib tursanglar bo'ladi. Ahadjon salom. Ya vallahi salom achachama yuribsizlarmi? Ha, bolalar, bo'lmasa mana shulardan kiraveramiz. Sababi Ahadjon yo'q. Agar Ahadjon bo'lganda ham o'zimiz 2 kishilik qilib o'ynardik. To'g'rimi Ahadjon? Da. Ha. Ma'lum bir sabablarga ko'ra Roblox menda ishlamay qoldi, lekin keyingi safar sizlar kommentariyaga Ahadjon, meni lekinmi qoldirib ketsani, men o'ynashga harakat qilaman. albatta do'stlar javob bering. Asab qo'rdim bo'lmasam. Bolalar, birinchi o'rinda mana shu yerda ikki safar Ahadjon bilan o'ynaydik. Bor yo'q hali. Ahadjon bilan o'ynaganimizda shu yerda qurol ko'rgandim bolalar. Qurolni hozir biz topamiz shu yerdan. Tomdami? Hop, bol tomda ekan. Tomga qana chiqadi Ahadjon? Qani? Bizda bo'lish kerak edi. Mana ekan-ku qurol. Bolalar, mana qurolni oldik birinchi o'rinda biz. Bolalar, nima qurolni oldingiz? Bizga qurol kerak emas-ku desanglar, yo'lda zombi chiqishi mumkin. Yo bo'lmasa malni ishlatish kerak bolalar. Otaman deb. Ana bitta do'st bor ekan bizda. Like bilan bosib qo'yamiz qarg'amday bolalar. Qo'llab-quvvatlab turibsizlar bolalar. Ko'rmaganimizni Ba'zi tashqi ovozlar uchun so'raymiz. to'g'ri. Ketdi. Mana bo'lmasam bolalar yurishni boshladi. Ba'ziga bir boshqa odamlar uchun uzr so'ramiz. Bu video ko'chadan emasdir. Bolalar, bitta narsadan uzr so'raman. Har doim videoni chiqarayotganda kommentni yopib qo'ygan ekanmiz. Kommentarni yoza olmas ekansizlar bolalar. Bundan keyin kommentarni ochiq bo'ladi. Kommentga yozib qo'yasizlar. Bolalar, kim Grow Garden o'ynagan bo'lsa, bu Jendalni o'yini ekan. Keyin bu Jendalni o'yini ekan. Agar 1+ speed o'yinini o'ynashimizni xohlasanglar, to'g'rimi Ahadjon? Biz undan ancha kuchayganmiz, ancha sovg'amiz bor sizlarga, ayniqsa mendan. Uni ham albatta o'ynaymiz. Unga ham ko'rgan bo'lsanglar, Bonno keldi. Unda rosa ko'p zo'r eventlar keldi, ko'rgan bo'lsanglar. Agar xohlasangiz, shu videoni chiqaramiz. Bo'lmagan qarang. O'laman da o'laman.
Qani bo'lmoq. Bolalar qilayotgan shuncha harakatimiz uchun albatta like va obunani bosib qo'yasizlar. Nimadir bo'lyapti bolalar, o'zimiz ham hayronmiz. Kulbar. Alkashbek miyasi sal ishlamas ekan, bolalar hech narsa qilmaydi. Ha, bolalar, agar biz Minecraft ham o'ynab chiqaramiz, xohlasanglar Minecraft deb kommentga ham yozib qo'ying. Xo'p, bolalar 35,000 kilometr yurishimiz kerak edi. Endi 2 kilometr yurdik bolalar. Iloji boricha kuchli bo'lganimizda albatta videoni boshlaymiz. To'g'rimi, Ahajon? Ahajon san ham ko'proq gapirib turishni. Xuddi hali bir gapirishni bilmaydigan narsaga o'xshaydi. Agar o'zim o'ynaganimda shunaqa gapirardim, seni gapirishga qo'ymasdim. To'g'rimi, bunachilar men qanchalik ko'p gapirishimni bilasan va tez. Bolalar Ahajon nima deb vakillayotganini bilmadim, ammo sizlarga aniq ishladim. Xo'p, bolalar bo'lmasam bizni to'xtatib turamiz. Bolalar bizni haydovchimiz juda tez ekan hozir. Ko'rib turganingizda 4000 qo'yordi. O'zim ham hayron qolganman. O'tgan safar Ahajon bilan bo'lganimizda buni o'zimiz ham o'ynab ko'rdik. Ahajon bilan bo'lganimizda so'lpak oila qilganda Вообще mashina yurmagan, harakat qilganmiz. Jiguli minganimizda qaranglar bolalar. Yuryapti-da, nima yuryapti. To'xtab qo'ydi. Hali bitta to'xtasani shu bilan to'xtab qo'yganda, benzin to'la. Hayron qolganmiz bolalar ishining hozir manqarani minishni. Bir Valla qaramas, to'yib yangilik bor. Agar tezroq bizga 1000 ta yoki 1,5 ta obunachi bersangiz, biz yangi mashina nomida Nebula Boys degan nomli ikkovimiz yangi kanal ochamiz va unga o'zimizning yuzimizni ko'rsatib, qo'rqinchli yoki kulgili yoki qiziqarli videolar olamiz. Agar shuni xohlasangiz, tezroq bizga obunachi qilib bering. to'g'ri bolalar. Bular nima? Bizga kerakli nimalar bor? Qaysi reklamalar bor deydi? Bolalar bizga kerakli arrow. Bomba bor ekan shuni. O bomba no, naborot bomba yaxshi-ku, dinamik. Bolalarni nimadir qilyapti, biz hech narsani tushunmaymiz albatta. Yi. Bomba yo'qordim bola, hech narsani. Valla qarani. Biz faqat Roblox emas, balki Minecraft ham o'ynashga qaror qildik. Agar faqat Roblox o'ynaversangiz, sizlar zerikib qolasizlar deb o'yladik. Shuning uchun bizni, ya'ni meni sizlarga savolim bor. Java Edition o'ynaylikmi yoki Bedrock? Shunaqa savol qiynayapti. Shuni xohlasangiz kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyin bolalar, albatta bizda Robux shop ochilgan, Ahajon, to'g'rimi? Robux shop. Bizda Baxdevikidan ham arzonroq qilamiz. Agar Robux kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga boshiga albatta pul bo'lgani uchun sizlarga biz akkauntingdan kodi va akkauntingdan o'zi kerak bo'ladi. Albatta biz Baxdeviga o'xshab oxirgacha shunday qilishimiz mumkin. Lekin biz ham Roblox Plus yaqinda sotib olamiz. Albatta Roblox Plus ham sotiladi sizlarga. Agar sizlar o'zingizning akkauntingdan bizga bermoqchi emas bo'lsanglar, biz Please Donate'dan ham o'sha o'tkazib berishimiz mumkin. Xudo xolasa, agar donatlar ko'p bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bolalar, kommentga o'zingizning fikringizni yozishingiz mumkin. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun 100 ta like, yo 100 ta emas, 20 ta like, 5 ta obunachi kerak bolalar. Harakat qilamiz. 11 ta obunachi, 20 ta obunachi kerak. Bo'ldi, 20 ta. Ya'ni 20 ta obunachi bo'lgandan keyin biz shuni qilamiz. Xo'p, bolalar, keyin yana odamlarni ham, tomoshalar ham ko'payishini xohlardi bolalar, to'g'rimi? Agar tezroq berlar 1000 ta obunachi yoki 1000 ta obunachi qiladigan bo'lsanglar, biz ekstremal video qilamiz.
qo'rqinchli joylarga kirib, Omonxonga o'xshab zo'r qo'rqinchli joylarga borishimiz mumkin bolalar, albatta. Hop, bola videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta qiziqarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Agar shu video ko'p like yig'sa, biz shu Robloxga donat qilib o'ynaymiz. Ko'rganingiz uchun rahmat.